Hammaga assalomu alaykum. Kunimiz xayrli, fayzli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Meni kuzatuvchilarim. Men bugun Yunusobod tumanidagi, rayonidagi Universal bozoriga keldim. To'g'rimizda Mega Planet bor. Agar qiziq bo'lsa, men bilan birga bo'linglar. Yaxshi insonlar bilan suhbat qilaman deb yaxshi niyatda bozorga kiraman hozir. So'rab qayerda gul sotadi deb so'rab kelyapman. Mana bu yoqda ekan menimcha gullar. Maniki. Ko'ramiz qanaqa qiziq narsalar bor ekan. Mayli bizga har doimgi gullar bo'lsa ham madaniy dam olib ketamiz. Bu lavanda bor ekan. Bu lavandamikan, nima ekan? Lavanda bo'lsa kerak. Opa, mana bu lavandami hammasi? Lavanda. Bu qanaqa? 3 xil. Bu ham lavanda. Yangi chiqqan sort, birinchi yetishimizda biz. Mana men bir yangi chiqqanaqa rozvoy pestri, o'rtadagi fakanasi oppog'i, narigi chetdagi fioletli pestri. Yangi chiqqan. Ko'rmagan ekanman-da, shuning uchun. Yangi yil birinchi marta ekishimiz, o'zimiz zakaz qilib. Mana bu kishi zakaz qilib uchastkadamisiz? Uchastkada mana. Вообще zo'r bo'ladi. O'shanga qiziqib nima ekan bu deb turuvdim-da. Hali ashulasi bormi? Lavanda degan. Yo'q, lavandan bor edi, lekin mana bu rangidan yo'q edi-da. Bo'ldi, tushunarli. Keldi. Nasib bo'lsa, Qizlar, mana-ki eshikdan kirganda, mana bu opachada lavandasi bor ekan. Yangi kelgan ekan mana bu. Gollandiyadan zakaz qilib, urug'ini olib keldik deyaptilar. 323. Bu opani raqamlari nechi? Men raqam 90lik 323 13 31. O'sha lavandani bu toza urug'da ekilgan привозной 3 xil rangi bor. Oqi bor, rozvoy pestri bor, sirenoviy pestri bor. Bo'ldi. Mana shu opaga telefon qilib, oldi g'unchaga kelyapti. Yunusobodga kelasizlar, Universal bozor. Gul bozoriga. Sayropa, Chunki menga ham yangilik hali olib ketaman qaytishimda. Rahmat. Mana-ki sizlarga yangilik. Endi sizlarga yangilikmi yo'qmi bilmadim. Menga yangilik u narsa. Chunki oldin ko'rmagan ekanman. Mana bu kishilarda bor ekan. Al deydi ular. Ovqatni aldab bergan. Ikkalasini aralashtirib ekan. Menga anaqa nima desam bo'ladi? Yangilik bo'lgan narsalarni sizlarga ham ulashaman. Qizilga o'xshagan, juda chiroyli. Quloqlari bor ekan mana bu opani. Вообще Bo'ldi, 15 ming bu? Bu 20 ming. Dedim, bitta ko'pdi jonim. Mana oq, qizil. Mana shu turishi 20 ming deyapsizmi? Juda ko'pmi? 6 ga bo'lib Yo'q, bilyapman. Men haligi nima deb o'tiruvdim. Yaxshi ekan. 25 euro, endi normalniy aytamiz. Normalniy narx ekan, qizlar. Kesalaring bo'ladi. Keyin mana bu nima ekan? Bu начинает свечи deydi, kechqurun ochiladi, katta gul. Постоянно ochilaveradi bu. Bu qanaqa bo'ladi? Bunda bo'ladi, keyingi muzika bilan ochiladi, bilasizmi? Agar o'sha soatini bilib borib tursak, paq gul deydi buni o'zi. Keyin mana bu opada zo'r narsalar kerak bo'lsa kelaveradi. Atirgullari bor ekan. Bu atirgulmi nima deyiladi? Qirqog'ayni. Mana shular hammasi qirqog'ayni. Hidi bormikan buni? Mana kelaveradi, beroq keling mana. Mana bitta hillay hid chiqyapti. Вообще dahshat bo'ladi. Turli hidlar turli. Mana buni qaranglar. Bu qancha ekan, opa? 150 ming bo'ladi. Voy, вообще. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli. Menga mana bu yoqdi, qizlar. Qanaqa rangi sochniy ekan. Mana bu bu qancha ekan? 150 ming. Mana-ki 150 ming ekan. Voy, mana buni hidi вообще. Mana ham borki, boshqacha bir hid bor. Hammasida.
Endi guli ko'payganda rosa hid chiqaradi bular uyda. Yunusobodga ham kesalaring bo'lar ekan, aylanib ketasizlar. Qiziq narsalari bor ekan, qizlar. O'zingiz bilan ko'rib qanaqa olasiz? Ha. Bu piyonlar, spireya bor. Indiyskiy siren. Ha, siren, indiyskiy sirenni bariga boshqacha bo'lar ekan, ha? Boshqacha bo'ladi. Guli ham boshqacha. Ha, Mana piyonlar bor. Piyonlar. piyonlar bor ekan. Klimatis. Bitta gulini ko'ringiz o'sha yerda. Yo'q, klimatisim bor. Bilasizmi? Ha, ha, ha. Paprika. Posta qancha ekan? 70 ming. Posta. Mana papriknik qanaqa joyda o'sadi bu? Salqin joydami? Yaxshi bo'ladi. Ko'p o'sadi. Bolalikda keyin guli beradi. Mana davom etamiz. Vigelalari bor ekan, egasi yo'q ekan, menimcha bu yoqda ko'rinmayapti egasi. Bu nima ekan? Opa, mana bu sizdanmi? Ha, choy ichyapsizmi? Yoqimli ishtaha. Nima ekan bu? Ha, flux. Ha, yo'q, bildim. Flux. Qizlar flux ekkanman men. Urug'ini. Manaqa bu ko'rinishda bo'lar ekan. Qaranglar, qanday chiroyli. Flux. Fluxlari bor. Bu qanchadan opa? Mana bu nimasi garshogi? Tufagi qancha? 40 ming ekan. Bo'lib, ha, bo'ldi shunday. Moroznikda maxrovisi bormi? Yo'q, a? Mana bu ko'rasizmi, bargini ham mana o'sha g'uncha boshlayapti. Bundan ekan, ha. Mana g'uncha boshlayapti. Ko'rasizmi? Mana bu oppoq mana. Mana bu fioletoviy pyostri. Bu fioletoviy o'zi ana fransuzda pyostri bor bu. Ochilganda shunaqa chiroyli bo'ladi. Mana bu rozovisi. Bagidan ham ajratsangiz bo'ladi. Mana o'sha g'uncha kelyapti. Keyin shoxlashini ko'rasizmi? Yerga ekkandan keyin shunaqa chiroyli gavjum bo'lib ketadi. Bu birpasda o'sib. Bo'ldi. Bo'lyapti. Mana meni ham ko'rasizmi? Toza urug'dan tegidan shoxlaydi. Esingizda bo'lsin, toza urug' tegidan. Chirinka bilan nimani farqi bor ekanda? Juda katta. Qizlar. Farqi juda katta. Men lavandan bunaqa chiroyli bo'lmayapti desam, bu yerdagi chiroyli bo'ladi. urug'dan bo'lsa, bundan mana bu bundan ekan. Mana bu bundan ekan. Bagidan urug'dan eksangiz chiroyli chiqadi, deyaptilar. Urug' privaznoydi-yu. Ha, ham bo'ladi. Voy, uzr. Sirenlar bor ekan. Bu nima ekan? Landish. Keling, aka sering kerakmidi? Landish ekan. Mana bu yerda ko'chatlar, gullarni ko'chatlari bor ekan. Bu tarafda ham ancha gullar bor ekan. Ularni chorsudan qarasalaring ham bo'ladi. Mana buni biz sabachka gul deyardik. Yana qanaqadir boshqacha nomi ham bor-ku. Hammasi o'sha har doim kuzatib borayotgan gullarimizdan. Qancha ekan o'sha? 5 mingdan bor. Keyin tushib beramiz. Giyargancha karlikovi? 15 ming. Hurmatli kuzatuvchilarim, shu bilan bugungi Yunusoboddagi sayohatimiz o'z yakuniga yetdi. Men hozir lavanda oldim. Qolganlari hammasi o'zimiz bor. Menimcha bozorlaringda bo'lsa kerak. Menga yangilik bo'lgan mana shu lavanda bo'ldi. Ko'rishguncha deyman. Sog' omon bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Gulzorlaring chamanday gullab, ko'zlaringni quvontirsin. Omon bo'linglar.